Qarang, endi metafora bilan o'xshatishni bir-biridan farqlashimiz kerak. Qarang, hurmatli talabgorlar, o'xshatish dek, day, simon, vash, namo kabi singari o'xshash misoli kabi vositalar orqali hosil qilinadi o'xshatish. Metafora esa to'g'ridan to'g'ri o'xshatadi. Misol uchun mana aytyapti, Ulug'bek yurtimiz quyoshi. Bu yerda metafora Ulug'bek misoli quyosh yoki Ulug'bek quyosh kabi desak ham o'xshatish bo'lib ketadi. Tushundik-a? O'xshatish bilan metaforani ikkalasini farqlashingiz kerak. Demak, o'xshatishda vositalar bo'ladi, dek, day, simon, namo kabi singari yanliq kabi. Metaforada esa to'g'ridan to'g'ri o'xshatiladi. Endi mumtoz adabiyotda she'riy san'atlarni bu ikkalasi hosil qiladi. Tashbihni o'xshatish hosil qiladi. Istiyorani metafora hosil qiladi. Tushundik-a? Istiyorani metafora, tashbihni esa o'xshatish hosil qiladi. Endi mana qarang. Kamon o'qiga nishona ko'ngil, ziloling koshida devona ko'ngil. Kamon o'qiga deyapti. Bu yerda istiyora bor. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri o'sha yorning kipriklarini o'xshatyapti. Biz agar kipriging o'q kabi desak, bu yerda o'sha tashbih, ya'ni o'xshatish borligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.